Obunachilarimizdan biri oraliq masofa va burilish chiroqlari haqida ma'lumotlar so'ragan ekanlar. Bugungi mavzu aynan shunga bag'ishlanadi. Yuqorida aytib o'tilgan ikki holat yo'l transport hodisalariga sabab bo'ladigan va eng ko'p uchrab turadigan yo'ldagi xatolar sanaladi. Ko'p haydovchilar vaqtni tejash maqsadida va ayniqsa svetoforning yashil chirog'ida tezroq o'tib ketay degan vaj bilan oldindagi transport vositasiga juda yaqin harakatlanishadi va oraliq masofani saqlashmaydi. Natijada esa yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Qoidaga ko'ra, harakat tezligiga mos holda oldingizdagi transport vositasi bilan oraliq masofani saqlashingiz shart. Yomg'irli, qorli yoki tumanli ob-havoda esa bu masofa yanada oshirilishi kerak. Chunki tormozning ta'siri va reaksion vaqt oralig'i har doim siz o'ylaganchalik tez bo'lmasligi mumkin. Shunday ekan, doimo transport vositalari orasida oraliq masofani saqlang. Yo'llarda haydovchilarning qayrilib olish, burilish va yon yo'lakka o'tish oldidan chiroqlarni yoqmaslik holatlari ko'p kuzatiladi. Bu xato esa boshqa transportlarning harakatiga to'sqinlik qilish, ularning xavfsizligini o'ylamaslik hisoblanadi. Lekin bu talab majburiydir. Unutmang, bu sizning qaysi tomonga harakat qilishingiz haqida boshqa haydovchilarga xabar beruvchi ishora hisoblanadi. Yaqin masofada harakatlanayotgan avtomobillar orasida to'satdan to'xtash yoki burilish zanjirli to'qnashuvni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan eng oson yo'l qoidalariga amal qilish orqali siz nafaqat o'zingizni, balki o'zgalarning hayotini ham saqlab qolishingiz mumkin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.